Bo'ldi, mana oxirgisi va tamom. Montaj tugadi. Endi buni render qilamiz. O'zi ham galeriya to'lib ketdi videodan. Bu videolarni endi hammasiga bittadan preview yasab YouTube yuklayman. Obunachilar hammasini ko'rib oxirigacha like bosib kanalga obuna bo'lsa kerak. Bo'ldi, qarochi ko'chaga chiqib ish ko'rish kerak. Bunaqa o'tirishim edi, telefon kelyapti. Allo, eshitaman. Yo'q, qandaysan? Assalomu alaykum janob mer. Yaxshi, va alaykum assalom. Qalaysan, o'zing yaxshimisan? Ha, rahmat, o'zim yaxshimisiz? Ha, normalniy. Xullas, bitta ish bor, tez yonimga yetib kel. Ha, bo'pti, hozir boraman. Qanaqa asbob uskuna bor? Qanaqa ish? Bilmadim, asbob uskunani. Avval keyin olasiz asbob uskunani. Ha, bo'pti, mayli, hozir boraman. 2 sekundami bilmayman, soatga qaramayman, atay boraman. Xo'sh, qanaqa ish buyurarkan janob mer? Men iyut. Ha, tipratganlarim-ku, qalaysizlar, bratlarlar? Ye, o'ynashdi qani, lazgimi bu? Andijon polkaga o'xshabdi. Yo, arabcha o'ynayapsizlarmi? Arabcha o'ynashyapti-ku, hatta. Ha, mayli. Unaqa o'ynamaylarmi? Yomon o'yin u. Ha, bo'pti, o'zi sizlarni gavdanglar shunaqa-da. O'shaning uchun ham shunaqa o'ynayapsizlar. O, menga qara, jitel. Men tipratganlarimni qara, arabcha o'ynab beradi. Yo, mazza, yo arabcha menga ham berib tur tipratganlaringni bir kechaga. Bir kechaga deganing emas. Hech narsa. Sen jinnimisan? Qanday bir nima deyapti, tushunmadim. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Ana ko'chada o'rmalab yurgan borchalar qanaqa borcha? O mo'rcha emas, tipratgan janob mer. Ha, tipratganmi? Kimniki u? Meniki? Senikimi? Yo, men tipratganim. Ha, seni tipratganing, to'g'ri. Ikkitami? Yo, 10 ta ko'rmayapsizmi? Ikkita bo'lgandan keyin ikkita. Ha, ko'paymaydi bular. Bilmadim, endi shunday hozir aytaman, ular rejalashtiradi. Atay bitta sharoit qilib beraman, uy qurib beraman, keyin siz borib xalaqit qilmasangiz atay ko'payishadi. Ha, o'zing ko'paymayapsanmi? Yangilik yo'qmi? Yo'q, vash yo'q. Nima ish qilayin? Buyuring, siz vaqtim yo'q. Garajda ko'l bor-ku, ko'l. Ha, bor, ko'l joyida turibdi, ana yoqda. O'sha ko'lda ichiga kirsang, qarochi musor to'lib ketgan. Hamma ichimliklarni ichib bakalashlarni butilkasi o'sha yoqqa tashagan deyishyapti. O'sha butilkalarni men suvga to'ldirib chiqayapmi? Yo'q, o'shani suvdan olib chiqish kerak. Ya'ni suvni tozalash kerak. Oho, qancha butulka bor ekan? Bilmadim, borsang ko'rasan. Bo'pti, undan ketdim, bor, tozalay tezroq. Bo'pti, mana shu ishni qilsang o'zi, shundan keyin bo'sh bo'lasanmi bilmayman. Bo'pti, bo'sh bo'laydi, iloyim. Menga qara, sen ketmoqchi edingmi 99 ga, qayergadir 100 gami? 100-qishloqqa ketmoqchiman, xotinimni sog'indim. Undan qara, senga bitta ish bor yana, bir kun. Bugun ketmaysan, erta ketmaysan. Ertangi ishingni ertaga aytaman. Bugun borib shu ishni qilib kel. Mayli janob mer, ertangi ish, har kun ish. Ketdik jo'ralar, borib o'sha ishni qilib oraylik. Sizlar ham dengizga tushdi, bilasizlarmi? Dengiz. Sizlar uchun dengizda, men uchun ko'l bo'lgani bilan sizlarni gavdanglamaydi, sizlar uchun dengiz. Uyga kiringlar, jo'ralar. Jo'ralarim qani sizlar? Jo'ralar, davay uyga kiringlar. Uyda zo'r uy dahshat uy, qarochi. Da bizga kerak bo'ladi. Tapor, kirka, bergulay, qilich. Men ketmon kerak bo'lmaydi, ata. Qilich kerak bo'ladi. Endi sinmagan mongan qilich bilan urib sindirsa bo'ladi. Ata, kirka turgan joyga qilich nima kerak? Nima uy kirmayapsizlar? Ha, oyog'inglar changi, uyalmanglar. Men o'zimda ham oyog'im kirib yotdi, men yo'lga kirib chiqayapman. Xijolat bo'lmanglar, akalar, ketdik davay. Mana mashinam bilan olib boraymizlar ham. Men olasizlarmi o'zi? Tikaninglar kirib ketadi-ya. Da, to'g'ri. Piyoda boramiz unda. Men ko'lda aytdim desam, bu ko'l emas, bu ko'lmak-ku. Menimcha mana bu yerda katta ko'l bor edi, o'shani aytdi janob mer shekilli. Mana o'sha ko'l. Oho! Butun olamda bonkasi, qanaqa butulkasi shaqa kelib qo'yganmi? Tipratganlar, keldinglarmi? Sizlar ham ko'ryapsizlarmi? Nimaga o'xshayapti bu? Butun olamda tipratgan bo'lsin deb o'ylamanglar. O'zinglarni mana oynada aksinglarni ko'rib, ya'ni mana bu nima edi? Butulkalarni oynada bular butulkalar. Maqtan o'ynayapsizlar bir-biringlarga. Bo'pti, mayli. O'ynab turinglar taksizlar. Va o'zim shuna kiramanda olib chiqaman, tushinglar. Yordam bermoqchimisizlar? Kelinglar, mayli, let's go. Birinchi kiyimlar yechamiz toki o'zi bir dona kiyimim bor-ku. Mayli, kiyimni yechmaymiz. Yechmasdan tashlaymiz, qarochi. Qani bitta bularni sotsam ham bo'ladi-ku, undan keyin bor-ku. Chunki o'sha butulkalarni sotib oladigan bo'mish bizning qishlog'imizda yo'q-da, lekin. Suvga tushdinglarmi? Xo'l qolasizlar-ku suvga tushsanglar, o'zi sizlar suv tipratganimi deyman-a? Suv tipratikani o'xshayapti. Oddiy tipratikan unaqa bo'lmaydi-da, sizlarga o'xshab. Suzganga o'xshab yuribsizlar-da, o'zi sizlar ham kakras. Bunaqa qilib belinglarni qimirdatib deganda. Atak mana bu yerlarda suzish qiyin bo'lyapti, akalar. To'xtanglar-da, men bitta reja o'ylab topdim. Men kema yasab olsam menga osonroq bo'lar ekan bunaqa yurgandan ko'ra. Kema bilan suzib mazza qilib deganda yig'ishtirsam bo'ladi. Sizlar ham kemaga min olasizlarmi ish qilib? Min olmaysizlarmi? Nimaga min olmaysizlar?
minolmas ekansizlar. Bo'pti mayli. O'zingizlar bilasizlar, o'zim minaman. Boyagi taxtalarni tepaga o'tib o'rgan ekanman. Qaya qizaymiz bittaga sizlarga ham kerak bo'lsa bitta yasab berardim-u, kerak emas deyapsizlar, lekin bo'pti, o'zingizlar bilasizlar. Ana endi boshlaymiz mana ularni sindirishni. Birinchi o'rinda hammasini sindirib chiqish kerakmi deymanda. Yo'q, obshi birinchi sindirgandan keyin, namni sekin sinyapti bular. Shular dengiz ichiga kirib ketyaptimi yo havoda qolib ketyaptimi yo menga beryaptimi shuni olganim uchun. 11 ta bo'ldi. Nechta bo'lishini bilmayman endi. Uning ichida balki 100 ta bordir, balki 200 ta bordir, balki 180 ming ta bordir, balki 296 ming ta bordir. Endi xudo biladi qancha bo'lganini, bir chekkasidan olaveramiz. O qilishni kuchi yetmayapti. O'xdi, kema ham g'alati suzar ekan. Belkurak bilan urib ko'ramiz. Oho, belkurak ham qiyin. Qo'lim bilan sindirib ko'rsam qalay bo'ladi? Ya'ni sindirib emas, yig'ishtirib chiqish kerak. Buni olish kerak, sindirish emas, olish kerak. Hatto qo'lim baribir shuncha tezlikda sindirar ekan. Mayli, asta-asta sindiraveramiz. Hatto blok qo'yib, tagiga blok qo'yib sindirganimda tezroq sindiradi. Ammo birinchi mana shu uzoqdagisini sindirib kelay borib, asta-asta harakat qilish kerak. Va tipratigan do'stlarim, nima qilyapsizlar? Nimadir titdilarmi deyman-a? O'to'lan tityapsizlar, mayli, bemalol. Sizlarga mojna, sizlar mening do'stimsizlar, jo'ramsizlar, chunki sizlardan boshqa do'stim yo'q o'zi bu qishloqda, 13-qishloqda. 100-qishloqda Jack bor, Reddy bor, Tursunxon bor, o'shalar bor, xotinim bor deganda, u xotinim do'st emas-ku, xotinim xotin-ku menga. O'shanga xullas birga yursam bo'ladi, zerikmay. Endi bu yerda sizlar meni sherigimsizlar. Birga yuraveramiz shu yerda, akalar. Atak sizlar shu narsani sindirmagan ekansizlar. O'zim mana bu o'to'lanni titib qo'ygan ekanman mana uni, akalar. Xijolat bo'lmanglar, sizlar emas ekan, o'zim ekanman. Buni ham olamiz. Nechta bor ekan, yana fitmillarda bormi deymanda. Juda ham ko'p ekan bor. Ko'ldi ham shunchalik to'ldirib tashlaydim-ey. Rostdan vashcha to'ldirib tashlagan ekan. Buni ham olamiz. Buni ham olamiz. Chotki, menimcha chiqaqda qolmadi. Rostdan ham chiqaqda qolmadi. Buni ham olamiz. Ana endi buni ham olamiz. Tak burilib ketaveraman ekan. Olin va все normalniy. Menimcha u qolmabdi, jo'ralar ketdi. Bu yerda biz qiladigan ish qolmadi boshqa. Endi borib janob merga bu butulkalarni topshirib yuboraman. Bilmayman janob mer sotadimi, xohlasa u ichiga biror nima qo'yib ichsa ham o'zi biladi, kompotmi nimadir. Men tomonga suzmaysizlarmi? O'zi sizlarga suzish yo'q qoldimi deyman-a? O'zi bitta men tomonga kelyapsizlar ekan, men sizlarni ko'rmabman. Ketdik davay jo'ralar, kelyapsizlarmi? Uyga ketish kerak. Bu yerda o'tirgandan foyda yo'q, akalar. Akalar debman jo'ralar. Davay kelyapsizlarmi? Jo'ralar. Tez kelinglar. Tezroq kelmasanglar. Bora olmaymiz u yoqqa. Bilmadim, ma'no mazmun bor, lekin qofiya yemadi hamma. Aytgancha men qo'ylardim, hammasini olib borib qamab qo'ygandim, sochilib ketibdi-yu. Mayli, turaversin pakashda, ata keyin normalligini qilib turib, ular bir joyga to'plasam bo'ladi. Xo'sh, ana endi janob merga topshiraman. Kelyapsizlarmi jo'ralar? Ha, kepsizlar. Voy nima deyapman. Janob mer olib keldim, 28 ta butulka bor ekan. Vo, chotka, yashikka solib qo'ying, keyin o'zim sotaman olib borib. Yo, hali sotmoqchimisiz bularni siz? Demak, siz soqqa qilmoqchi ekansiz-da. Ishing bo'lmasin, bo'ldi, boraver. Buguncha dabing toptir, ertaga yana bitta ish bor, o'shani ham bajarasan. Mayli, ketdim. O'zi har doim ish bor deyver. Jo'ralar ketdik davay.